Implant har doim yaxshisi deyishadimi? Keling rostini gaplashamiz. Implant zo'r variant, lekin hamma holatda ham eng yaxshisi emas. Chunki tanlovni reklama emas, ko'rsatma belgilaydi. Suyak yetarlimi? Qandli diabet kasalligi nazoratdami? Yoki bo'lmasa kechasi tishlarni g'ichirlatish odati bormi? Gigiyena qanday holatda? Bularning hammasi implantatsiyaga ta'sir qiladi. Ba'zi bir bemorlarda yon tishlar sog'lom bo'ladi. Ularga ko'priksimon koronkalarni qo'yish uchun sog'lom tishlarni charxlab tashlash mantiqsizlik hisoblanadi. Bunday holatlarda implant eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Boshqa bir bemorlarda esa yon tishlari ko'p qismi plomba bilan qoplangan yoki koronkali bo'lishi mumkin. Unday odamlarga koronka to'g'ri yo'l bo'lishligi mumkin. Yana bir muhim narsa, tishi yo'q joyni uzoq vaqt davomida qo'ydirmasdan yurish bu juda katta xato bo'ladi. Ya'ni yon tomondagi tishlar surilib ketishligi, tepadagi tishlar pastga o'sib kirishligi mumkin va bu narsa ertaga tish qo'ydiraman degan vaqtida juda ko'p mablag' va juda ko'p vaqt talab qilishligi mumkin bo'ladi. Xulosa shuki, implantlar hamma muammoni hal qilmaydi. Sizga mos reja kerak. Mos rejani bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring va bepul konsultatsiyamiz orqali buni qo'lga kiritishingiz mumkin.